11 kun yashayapti-da. Xursandchilik bilan olib chiqyapsiz-da. 11 kundan keyin o'zingiz ko'tarib qabrga olib qo'yasiz. Shu bir oy ichida astag'firullah, chaqaloq ko'payyapti. Men bu gaplarni gapirmoqchi emas edim o'zi. Gapirmasam bo'lmadi. Bu yosh oilalarga tegishli asosan. Bu uje 2 oy, 2,5 oy ichida uchinchisi xuddi shunaqa. Bu 11 kun yashagan ekan. Oldingi sabargasini ko'rdinglar, 9 kun yashagan, o'zim raddomdan olib chiqqanimni ko'mdim. Xuddi shunaqa sabab bilan kelyapti. Qanaqa sabab desa, yosh kelinlar kechasi bolasini ovqatlantirayotganda charchaganda uxlab qolyapti. Uxlab qolyapti-da, bolaning nafasi qaytib ketyapti. Aytmoqchi bo'lganim, qaynanalarga, keyin kelinning eri bor, misol. Bolaning otasi hadeb qattiq qo'l bo'lmasdan, bolaga ozgina qarashga yordamlashinglar. Bunaqa narsa juda ko'payyapti. Meni baribir nima niyatda, nima maqsadda olib chiqqansizlar-da, farzandinglar. Ertaga 11 kundan keyin bunaqa ovqatib qo'yish juda menimcha azob bo'lsa kerak. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.